Assalomu alaykum kitob qimir do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Ablamitning Muz tutqan daryo nomli romanining 27-ci qismini anlatışqa başlaymiz. Reallıqqa dərhal qaytqan yosh xonim g'izalanish uchun dasturxon tayyorlashga tutish qildi. U somkaning ichidan kichik bir plastik bo'liqni chiqardi va yemlaklik eg'izini ochib, ichidan bir tal ho'llangan oppoq salfetkini sug'urib elib, qo'lini pokiz surtib aytdi. Ondan yana bir talni sug'urib chiqarib, o'g'lining qo'llarini surtdi. Orqadan yana bir talni sug'urib elib, o'g'lining yuzini surtdi. Ho'llangan muzdek salfetka balini xilli sagitib qo'ygan edi. Bo'libmi uningdan tarqalgan muattar balaga xilli ta'sir qilgan edi. Yosh xonim ho'llangan salfetka bo'liqining eg'izini mahkam etgandan keyin yana somkaning ichiga tiqib qo'yib, somkadan bir tal yangi yeshil ranglik lo'ngini elib yerga qo'ydi. Va ustiga yo'lda g'izalanish uchun elib olgan ikki tal to'qashni, go'sht silingan qachini va bovay bergan g'izo bor xaltani elib yana qo'ydi. Saharda qaynoq suv qo'yib elib olgan ikki termosning birining suyi tuggan bilan yana birida liq qaynoq suv bor edi. Ana shu qaynoq suv bor termosning og'ziga ilimon bo'lib qolgan qaynoq suvni qo'yib, o'g'lining qo'liga tutqizdi. Yana bir termosning og'ziga qo'ygan ilimon qaynoq suvni avaylab yerga qo'ygandan keyin ichi xilla bo'shab qolgan somkasini elib ostiga qo'yib o'ltirdi. Ona bilan bola harduqlarni chiqargach g'izolandi. Gerçi göç muzlab qolgan bo'lsa-mu, och qo'saqqa baldak yoqqan edi. Darvaqa muzlab qolgan sur go'shtda kishining tasavvurini qo'zg'aydigan ajoyib bir ta'm bor edi. Mana shu yeshil rangli lo'ngining ustiga tizilgan ne'matlar bilan qilgan kechilik g'izo ularning hayotida og'izlarga tetigan eng lazzatli g'izo bo'lib qoldi. Gerçi ona va bolaning ichkini elimon qaynoq suv bo'lgani bilan go'yo zamzam suyidimi battar shunchalik tetib ketgan edi. Va yevatgan to'qashlar bo'lsa, burun yegan har qanday tamlik to'qashlardan necha has tamlik tetigan edi. Yosh xonim qo'ziq to'ygandan keyin yana bir narsani esga olgandek, darhol yendik xaltadan pishirilgan qezini chiqarib elib, o'rnidan turib to'kar bo'rining oldiga olib berdi. Biroq to'kar bo'rining qo'ziqi to'qmaqanda Yendi turgan qiziga nazar ko'zini solmay, xuddi sodiq chesakchidek burun qoldini hech o'zgartmay, ular o'ltirgan tarafga tikilib qarab turdi. Yosh xonim to'kir bo'rining qo'ziqining to'qligini faraz qilib, ko'p o'ylashmayla joyiga kelib o'ltirdi. Jinchiroqdek havo yo'riqliq tarqitayotgan shamning kuyayotgan uchi dammi-dam lapildab, g'orning tomlariga uyulgan qiyo tosh rasmlarini chalg'itib yetib boratdi. Buningdan g'orning oxirgi uchining ancha uzun bo'lmagan musofir ekanligini faraz qilishga bo'ladi. Balki to'kir bo'ri yotgan yerdan ancha yiroqda bo'lmasi kerak. Shundaqla to'kir bo'ri o'zi muvofiq deb qaragan chog'da o'rnidan turib, yosh xonim bilan bolaga yo'l boshlab menib, xuddi O'g'izxon va uning lashkarlarini yo'riq dunyoga chiqarib qo'ygan ko'k bo'rdek, ularni erkin dunyoga ulashtiradigan joyga elib chiqishi mumkin. Ishqilib bu ishlar bizga hozircha aniq bo'lmasa-mu, farazlarimiz amaliyotdan yiroq emas. Vaqt hamon to'kir bo'rining karomatini o'ttirg'i chiqarmay qo'ymaydi. Xudo o'zi biladi. Tong atqicha yana qanday ishlar yuz berdi texi. Sham ko'ygan siri eritmalari toshning ustiga yig'ilib, texmi yoljib yenib, shamning limpildoshlari tezlashib, yo'riq kuchayib, atrofni texmi ro'shan ravishda yo'ritishga boshlagan edi. Hatto g'orning tomlaridagi har xenakdek turgan ushshaq to'shukchalardan tortib yo'rtib o'tgan edi. Qo'ziq to'ygan bola bo'lsa, onasining qo'lini tutib, beshini onasining ko'krigiga qo'yib, miliq-miliq uyquga ketgan edi. U go'yo ona yuragining yumron chimlari ustida uxlagandek, shunchalik rohat, shunchalik xotirjam, shunchalik umid bilan uxlab qolgan edi. Uyquga asar bo'lgan ko'zlari uyquga botgan bovoqning ko'zlaridek yaqinliq edi. Vaholanki yosh xonimning ko'ziga uyqu kirdigandek emas edi. Shunchalik horg'inlik yetgan bo'lsa-mu, yanala ko'nglining oromi yo'q edi. Shu topda uning o'g'li tutgan qo'ldek issiq bir qo'lga ehtiyoji bor edi.
Bala baş qo'ygan ko'krak o'xshash xotirjamlik tuyg'usi beg'ishlaydigan ko'krakni shunchalik orzu qilayotgan edi. Halbuki uningga tasalli beradigan, madad beradigan va ko'kragini rostlab beradigan yo'ldoshi endi yo'q edi. Yo'ldoshining holi ona va bolaning holidan battar edi. Ana cesur bo'lishi, qo'rqmasligi, o'zini temkin tutib, bolasi uchun bu yerdan sog'-salomat chiqib ketishiga mutlaq ravishda ishonishi va savr bilan tongning etishini kutishi kerak. Shu vajidan u biroz bo'lsa ko'zini yumib, ati tong atqanda qandoq bir ishning yuz berishidan qat'iy nazar, o'ri turg'udek mag'dur to'plab olishi lozim. Yosh xonim og'zi sut burab turgan qo'zidek ko'zini yumib, shunchalik xotirjam uxlayotgan o'g'liga mehrlik boqdi. Ondan ko'kragi tang'liq turgan beshining silkinib uyg'onib ketishidan ansirab, ehtiyot bilan gavdasini ozroq kayniga surdi va dumbasini orqasida turgan kichik bir toshga rasladi. Dal mush chog'da ikki tal sham chirislab tovush chiqarishga boshladi va o'zlarining eng oxirgi nurlarini g'orning ichiga chechayotgandan keyin asta-asta xiralashdi va oxirida orqa-orqadan abadiy o'chdi. Qorning ichi birdanla qop-qorong'ulik ichiga patgan edi. Atrofdagi hech qanday narsani iliq qilish mumkin emas edi. Faqat yiroqdan o'zlariga qarab turgan bo'rining bir jup ko'zi Daxonning absun o'qib sanjib qo'ygan ikki tal nuqchisidek yenib turardi. Mana bu pinhon makon bo'lsa, dunyodan eng yiroq, eng qorong'u joy hisoblanadi. Yosh xonim o'sha qorong'ulik ichida o'g'lining beshini silab turib, yo'ldashini o'ylab o'yib batdi. U mening yolg'iz erim, so'ygan yigitimla emasdi. Balki yana sirdishim, sapdishim, dardlarimning sherigi, turmushimning chirg'i jumladan borlig'im edi. Bundan keyingi hayotimda u yo'q. Beshimni tizib qo'yib, ichimni tugadigan yo'ldashim amdi yo'q. Amdi erimni ko'rolmayman. Bajoyiki u meni faqat qalbida ko'rgandek, men uni qalbimda ko'ra olmayman. Yosh xonim ana shunday o'ylar ichida go'yo urug' chechib turib, big' chiqarishni savr bilan kutgan dehqondek tong etishini kutib yotdi. Va oxiri uzun tunning o'rtasida ko'zining qandoq uyquga ilinganligini sezmay qolgan edi. İnsanlar dehqonchilik bilan shug'ullanganligiga 10 ming yillar bo'lgani bilan o'rmonlarda va g'orlarda yashagan vaqtlarga balki million yillar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu sababdan yana insonlar uchun tog'lar va g'orlar yot emas. Balki bundaq hayotga moslashish insonlarning tabiatida mavjud. Shu vajidan yosh xonim bilan bola ana shu ajdodlar yashagan turmushga qaytib kelgandek, ushbu g'orning ichida vahshiy hayvon qatoridan sanaladigan bo'rining endi xotirjam uxlab, tongni sog'-salomat kutib olgan edi. Ularning kechacha uxlagan uyqusini mush kemgacha uxlagan har qanday uyquga tenglashtirgili bo'lmaydi. Uning ustiga insonlar tarixidan aytganda odamlarning vahshiy hayvonlar orasida yashashi ancha yot bir ish emas. Doim insonlarning turmushi vahshiy hayvonlar bilan bog'langan bo'lib, Uyg'urlarning bo'ri bilan bog'lanishliqi bor bo'lgan nurg'un rivoyatlar, afsonalari bor. Va uning ustiga Uyg'urlar bo'rini o'ziga to'tib qilib tanlagan bir millat. Uyg'urlarning bunday cho'qinishiga sabab bo'lgan asosli omil bo'lsa, bo'rida boshqa hayvonlarga o'xshamaydigan alohida ma'naviy bo'ysundirish qudratining bo'lganligida. Qadimgi zamonlardagi mazkur ulug' mustahkam bo'ri totem ruhi Uyg'ur qatorliq ko'chman chorvachi turk millatlari ruhining javhari bo'lib, ushbu millatlarning madaniyatiga va xarakteriga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Uyg'urlar bo'ri ruhini o'zlarining xarakterini namoyon qilgan oshu uzoq o'tmishlarda ajoyib janglarni qilib, shonliq imperatorliklarni qurib, shonliq madaniyatlarni yaratgan. Bir millatning xarakteri shu millatning taqdirini belgilaydi. Bir millatning xarakteri qaysar, ilgirlash, izlanish, yangiliklarni qabul qilish, vaqti kelganda tavakkulchilik qilish ruhiga boy bo'lsa, shu millat ro'noq tepib, erkin, hur yashaydi va mangu mavjudligini saqlab qoladi. Zaif xarakterga ega millatlar dunyo millatlar qatoridan shalinib ketadi. Bir millatning xarakterdagi ojizlik jimiki balo qazoning manbasi. Tang yurishga boshlagan edi. Yosh xonim uyqudan ko'zini ochgan edi. Ko'kragiga beshini qo'yib yotgan o'g'limi onasining midirlishi bilan tangni uyg'ondi.
Bala toza uyquga qongandek qilatdi. Uning ko'zlari tunigangi sahardagidekla yana paqirab turatdi. Yosh xonim o ko'zlarining ichiga so'ygu va umid bilan boqdi. Vaholanki to'kur bo'ri oqshom yotgan joyda ko'rinmaydi. Yeni qo'yib qo'ygan qiyzim yo'q turatdi. Yosh xonim sal ajablandi va sirtqi biror narsani ovlashga chiqib ketgan o'xshaydi deb o'yladi va sal jiddiylashib o'rnidan darhol turdi. Bellari, putlari, qo'llari teyilib, kuyishib og'rib ketgan edi. G'arning ichida u yon bu yon mangdi. Atrofga quloq soldi. Hech qanday tovush anglanmayotdi. Yosh xonim yerga qaradi. Yerda yeshil lungi yiqilib turardi. Ustida quruq plastik qacha, qachining ichida 2 tal qo'shiq va pomlangan salfetiklar turardi. Yosh xonim o'ylashib o'tirmayla plastik qachani yeshil lungiga o'rab somkasiga soldi va yerga bir qur qarab etdi. Yerda yangichilik kichik bir narsami ko'rinmaydi. U somkani ko'tarib baqdi. Darvaqa somka hella yengillab qolgan edi. U darhol to'kur bo'ri yotgan tarafga mengib atrofni sinchilab bir qadim kuzatdi va u tarafdan sirq tutashgan bir tor yo'lning borligini pamladi. Yosh xonim shu yoqqa qarab ixtiyorsiz mangdi. Gavdasi shu tarafga yaqinlashgan sari ko'ziga ko'rinayotgan tortishiq bir yo'l ro'shan ravishda ko'rinishga boshladi. Mana bu yo'l ularning chiqish yo'li edi. Ushbu yo'l ularni erkinlikka muyassar qildigan eng oxirgi muqaddas yo'li bo'lib hisoblanadi. Yo'rib turgan yo'l bo'lsa, yosh xonimning ruhiga ta'sir qilgan edi. Kallasining ichida o'ziga huzur berayotgan bir tuyg'u paydo bo'ldi. U tabassum bilan o'g'liga qaradi va o'shna so'mkasini dumbisiga esayotgan o'g'lining qishig'iga yugurib berib, chingmida quchoqladi. Muzdek yuz ko'zlarini mehri bilan so'ydi. Tong saharda onasining cheksiz so'ygusiga muyassar bo'lgan bolaning ko'zlarida baxt usuli o'ynadi. Ona va bola cheksiz hayajon ilkida sirqi tutashgan g'ar to'niliq kirdi va siylab-siypab mangdi. Ular oldiga mang'an sari yo'riqlikning darajasi borgan sari kuchayib berayotgan edi. Oydinlik ularning ko'zlariga emas, qalbiga, ruhiga ta'sir qildi va ruhida erkinlik tuyg'usi yalqishga boshlagan edi. Ushbu yo'riqlik ularni magnitdek tortib, qadamlarini tezlashtirib, kuyishib ketgan badanlariga qaytadan jon kirgizgan edi. Ular go'yo o'simliklarga o'xshash yo'riqlik bo'lmasa pulishib, o'lib, chirib ketadigandek shu yo'riqlikqa shunchalik tashna edi. Yo'riqlik ularning hayotining manbasi, erkinligining umurtqisi edi. Darvaqa insonlar yo'riqlikqa muhtoj. Tong quyoshiga muhtoj. Tangri har kuni tong saharda quyoshni ko'k yuzda parqirtib, insonlar o'zlarini baxtsiz qilgan narsalardan qutulish uchun lozim qildigan vaqtni hozirlab turadi. Shu vajidan insonlar ulug' Tangriga eng bo'lmaganda oshu bir tong uchun tashakkur etishni bilishimiz lozim. Garchi bu kun oldingi kunga va ertaga o'xshagandek qilg'ini bilan bu kungimi o'zgacha mo'jizalar yoshiringan bo'ladi. Ega kim har kimda bugunning qadriga yetgulik jasorat bo'lsa, qo'rqmay tavakkul qiladigan kuchli xarakterga ega bo'lsa, ruhi bilan jismi hamon qorong'u g'orlardan qutuldi. Yosh xonim bilan bola sog'-salomat qorning sirtqa chiqqan edi. Sovuq sap havo kelib ularning yuziga urildi. Nafas yo'llari tog' havosiga to'ldi va o'zlarining sal egizroq bir yerda turganligini payqadi. Töven tarafdagi tog' yo'li janubdan shimolga qarab so'zilgan edi. Yerda oyoq izlari bor edi. Mazkur izlar shimol tomon uzargan edi. Yosh xonim ana shu izlarni bo'ylab shimol qarab mengishni o'ylab, o'g'lini qo'ldan tutib tövanga avaylab tushdi va yuqoridagi g'orning eg'iziga nazar ko'zini og'dirdi. Tövandan qaragan odamga g'orning eg'izi aniq ko'rinmaydi. Oldida yo'g'on bir tosh qad ko'tarib turardi. Yonlarini bo'lsa kichik toshlar o'rab yotadi. Ushbu toshlar qor ichida sadabdek paqirayotdi. Ular atrofga yetiqib qaragandek nazar tashladi. Shafaq sho'lisi bilan julanlangan qiyolar, qorliq dalalar, o'rmonlar va ko'kizi barq urib chaqnab, kechada nur chachadigan yaltiroq rangdor kristal toshlardek go'zal ko'rinib turardi. Atrofning muhiti yosh xonimning ko'ziga o'zlari kelgan yerlarning muhitidan farqlanib bilindi.
va ichidagi xotirjamlik tuyg'usi yana bir darajada yuksaldi. Ushbu g'or bir davlatdan yana bir davlatga o'tadigan yo'l ekanligi oqshom uning aqliga zibis kelmagan edi. Faqat bu yo'lni ash to'kir bo'rli bilgachga insonlar bu tabiiy yo'ldan bexabar edi. G'orning og'ziga kelgan har qanday bir odam bu yerdan boshqa bir davlatga pasportsiz o'tadigan bir yo'lning borligini aqliga keltirmaydi. Aslida ikki davlatni tutashtiradigan narsalar faqat ana shunday g'orlar, tog'lar, daryolar, o'rmonlar bo'lib, mana bu tabiatning insonlarga qilgan iltifoti va uning cheksiz kuch-qudrati. İnsanlar davlat chegaralariga sim to'saqlarni qurib, sepillarni so'qib va u yerlarni minglagan, 10 minglagan qurolli askarlar bilan qo'g'disimi, yanala tabiatning oldida chorasiz qoldi. Tabiat hamon insonlar ustidan g'olib. Bo'libmi, tabiatga dushmanlik qilganlar hamon mag'lub bo'ladi. Tabiat yosh xonim bilan bolaga o'z shafqatini ko'rsatib, bajoyiki qorong'u kechining qo'ynidan kunduzni chiqargandek, o'zining qo'ynidagi kichkina bir yo'l orqali ularni zindondan qutuldirib erkinlikka erishtirdi va to'qir bo'ri yo'l boshlag'ichi bo'lgan edi.